Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizga hayotingizni, moliyangizni bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim yangilikni yetkazmoqchiman. 1-maydan boshlab barcha fuqarolar uchun joriy etilayotgan ulkan jarimalar haqida eshitganmisiz? Bu shunchaki bir mish-mish emas, balki real vaziyat. Bu yangi qoidalar O'zbekistonning barcha aholisiga, yoshidan, kasbidan qat'iy nazar taalluqli bo'ladi. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, kutilmagan moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuningdek, o'zingiz bilmagan holda qonunbuzarlikka yo'l qo'yishingiz ham ehtimoldan xoli emas. Bu jarimalar shunchalik jiddiyki, ular sizning oilaviy budjetingizga sezilarli darajada ta'sir qilishi, hattoki uzoq muddatli moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumot sizga nafaqat pulingizni, balki asablaringizni ham tejashga yordam beradi. Ishoning, hozirgi vaziyatda bu ma'lumotga ega bo'lish, har qanday kutilmagan holatdan himoyalanish uchun muhim ahamiyatga ega. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tsak. Avvallari ayniqsa kichik biznes yoki norasmiy daromad manbalariga ega bo'lgan fuqarolar uchun soliq organlari va boshqa nazorat idoralari nazorati bir qadar yengil edi. Ko'pchilik o'zining shaxsiy xizmatlarini, masalan, repetitorlik, uyda pishiriqlar tayyorlash, taksichilik yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulot sotish kabi faoliyatini hech qanday rasmiy ro'yxatdan o'tkazmasdan amalga oshirar edi. Bank kartalari orqali pul o'tkazmalari ko'pincha do'stona yordam, qarzni qaytarish yoki oilaviy ehtiyojlar sifatida qabul qilinardi. Davlatning asosiy e'tibori yirik korxonalar va rasmiy ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik subyektlariga qaratilgan edi. Bu holatda ko'plab fuqarolar norasmiy iqtisodiyotning bir qismi bo'lib qolishdi. Bu esa ularga hech qanday ijtimoiy kafolatlar, nafaqa ta'minoti va boshqa imtiyozlarni bermasdi. Davlat ham shubhasiz bu jarayondan katta miqdordagi soliq tushumlarini bo'y berardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. O'zbekiston hukumati iqtisodiyotni shaffoflashtirish, barcha fuqarolarning mehnat faoliyatini rasmiylashtirish va ijtimoiy himoyasini ta'minlash maqsadida jiddiy choralar ko'rmoqda. Soliq kodeksiga va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan yangi o'zgartirishlar 1-maydan boshlab kuchga kiradi. Bu o'zgarishlar soliq organlariga va boshqa vakolatli idoralarga norasmiy daromad manbalarini aniqlash va ularni rasmiylashtirmagan shaxslarga nisbatan choralar ko'rish uchun keng vakolatlar beradi. Endi hatto eng kichik miqdordagi norasmiy iqtisodiy faoliyat ham e'tibordan chetda qolmaydi. Ayniqsa bank kartalari orqali amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari diqqat markazida bo'ladi. Davlat banklar va to'lov tizimlaridan fuqarolar o'rtasidagi shubhali yoki muntazam pul o'tkazmalari haqida ma'lumot olish huquqiga ega bo'ldi. Bu degani, sizning har bir pul o'tkazmangiz endi ma'lumotlar bazasida aks etadi va zarurat tug'ilganda tekshirilishi mumkin. Hukumatning maqsadi aniq. Norasmiy iqtisodiyotni to'liq qonuniylashtirish, har bir fuqaroning o'z faoliyatini rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazishini ta'minlash va shu orqali soliq tushumlarini oshirish hamda ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash. Endi men hech kimga ko'rinmayman yoki mening daromadim kichik degan bahonalar o'tmaydi. Raqamli izlar hamma joyda qoladi va ular sizning faoliyatingizni fosh etishi mumkin. Bu yangi tartib nafaqat yirik tadbirkorlarga, balki oddiy xizmat ko'rsatuvchilarga, uy bekalari tomonidan tayyorlanadigan mahsulot sotuvchilarga va hatto o'zining kichik hunarmandchilik mahsulotlarini sotayotgan shaxslarga ham taalluqlidir. Siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsalar. 1-maydan boshlab, agar siz jismoniy shaxs sifatida muntazam ravishda xizmat ko'rsatsangiz yoki mahsulot sotsangiz va buning uchun daromad olsangiz, sizning faoliyatingizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazishingiz shart. Bu o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritishni anglatadi. Agar siz buni qilmasangiz, qonunga ko'ra siz noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan hisoblanasiz va buning uchun katta miqdordagi jarimalarga tortilishingiz mumkin. Bu jarimalar hozirgi amaldagi qonunchilikda belgilangan eng kam ish haqi BXM miqdoriga bog'liq bo'lib, bir necha BXMdan tortib o'nlab BXMgacha yetishi mumkin. Shuningdek, aniqlangan noqonuniy daromadning bir qismi yoki to'liq qismi ham davlat hisobiga o'tkazilishi mumkin. Bu albatta juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bank kartasiga muntazam va ko'plab fuqarolardan pul o'tkazmalari qabul qiluvchilar.
Agar siz doimiy ravishda turli shaxslardan, masalan, o'zingiz ko'rsatgan xizmatlar, repetitorlik, sartaroshlik, massaj, uy tozalash, avtomobil ta'mirlash va hokazo yoki sotgan mahsulotlaringiz, qo'l mehnati buyumlari, pishiriqlar, kiyim-kechak, kosmetika va boshqalar uchun pul qabul qilsangiz, sizning faoliyatingiz tekshiruvga tushishi ehtimoli yuqori. Ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, Telegram, Facebook yoki e'lonlar saytlari, Oliyxa.uz, Joylash.uz orqali tovarlar sotuvchilar yoki xizmat ko'rsatuvchilar. Bugungi kunda internet orqali savdo-sotiq keng tarqalgan. Ammo agar siz ushbu platformalar orqali muntazam daromad olsangiz va rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, siz ham xavf ostidasiz. Sizning reklama postlaringiz, buyurtmalar tarixi va mijozlaringizdan kelgan pul o'tkazmalari qonunbuzarlikni isbotlovchi dalil bo'lishi mumkin. Norasmiy repetitorlar, enagalar, bog'bonlar, ustalar. Agar siz ushbu xizmatlarni rasmiy shartnomasiz va ro'yxatdan o'tmasdan ko'rsatsangiz, bu ham norasmiy iqtisodiy faoliyat hisoblanadi. Uy ijarasiga beruvchilar. Agar siz uy joyingizni ijaraga berib, daromad olsangiz, uni rasmiylashtirish va soliq to'lash majburiy. Aks holda, siz ham jarimaga tortilishingiz mumkin. Kichik maktabdagi ishlab chiqaruvchilar. Uy sharoitida pishiriqlar, murabbolar, tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarib, ularni sotuvchilar ham bu qoidaga amal qilishlari lozim. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Rasmiy ish joyiga ega bo'lgan va ish haqi oluvchilar. Agar siz rasmiy ravishda ishlasangiz va soliqlar ish beruvchingiz tomonidan to'lanadigan bo'lsa, sizning asosiy ish haqingiz uchun xavotirlanishingiz shart emas. Bir martalik sovg'alar, qarzni qaytarish yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun pul o'tkazmalari oluvchilar. Masalan, oila a'zolari bir-biriga pul o'tkazishi, do'stingizdan qarzni qaytarish yoki bir martalik yordam puli. Bu turdagi o'tkazmalar tekshirilishi mumkin. Ammo agar siz ularning tijoratga aloqasi yo'qligini isbotlay olsangiz, muammo bo'lmaydi. Faqat bu holatlarda isbotlovchi hujjatlarga ega bo'lish muhimdir. Pensiya, stipendiya, ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Ushbu daromad turlari soliqqa tortilmaydi va ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi. O'z shaxsiy mulkini bir martalik sotuvchilar. Masalan, eski mashinasini, mebelini yoki uy joyini sotgan fuqaro. Bu doimiy faoliyat emas. Shuning uchun bunga nisbatan boshqa qoidalar amal qiladi. Endi esa ushbu jarimalarning real hayotdagi misollariga to'xtalib o'tsak. Dilnoza opa, 45 yoshda, oliy ma'lumotli. U bir necha yildan beri uyda maktab o'quvchilariga ingliz tilidan repetitorlik qilib keladi. Har oyda 5-7 nafar o'quvchidan har biri uchun 500 ming so'mdan shaxsiy bank kartasiga pul o'tkazmasi oladi. Uning oylik daromadi taxminan 2,5 million so'mdan 3,5 million so'mgacha. U hech qachon o'z faoliyatini rasmiy ro'yxatdan o'tkazmagan, chunki bu shunchaki qo'shimcha daromad deb hisoblar edi. Birinchi maydan keyin soliq organlari uning kartasiga muntazam kelayotgan o'xshash miqdordagi o'tkazmalarni kuzatishi mumkin. Bank ma'lumotlari tahlil qilinib, uning tadbirkorlik faoliyati aniqlanadi. Tekshiruv natijasida Dilnoza opaga birinchi marta aniqlanganida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravargacha miqdorda jarima solinishi mumkin. Misol uchun, hozirgi BXMM taxminan 340 ming so'm bo'lsa, unga 1,7 million so'mdan 3,4 million so'mgacha jarima solinishi mumkin. Bundan tashqari, uning noqonuniy faoliyatdan olgan daromadi ham musodara qilinishi mumkin. Agar Dilnoza opa bu jarimadan keyin ham ro'yxatdan o'tmasdan faoliyatini davom ettirsa, ikkinchi marta aniqlanganda jarima miqdori 10 baravaridan 20 baravarigacha, ya'ni 3,4 million so'mdan 6,8 million so'mgacha oshishi mumkin. Hatto jinoiy javobgarlikka tortilish ehtimoli ham mavjud. Uning qanday qilib muammoga duch kelmagani, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, qonuniy faoliyat olib borish kerak edi. Bu unga nafaqat jarimalardan xalos bo'lish, balki kelajakda pensiya va boshqa ijtimoiy himoyalar uchun ish staji to'plash imkonini beradi. Misol 2. Onlayn kiyim sotuvchisi Alisher. 28 yoshli Alisher Instagramda o'z sahifasiga ega. U Turkiyadan kiyim-kechak olib kelib, sahifasi orqali sotadi. Har oyda uning daromadi 3 million so'mdan 7 million so'mgacha o'zgarib turadi. U mijozlardan pulni shaxsiy bank kartasiga qabul qiladi va keyin ularga posilka orqali yuboradi. Alisher ham o'z faoliyatini rasmiy ro'yxatdan o'tkazmagan, chunki internetda hamma shunday ishlaydi deb o'ylaydi. Biroq uning Instagramdagi aktivligi
doimiy reklama postlari, mijozlar bilan aloqalari va bank kartasiga kelib tushadigan muntazam o'tkazmalar soliq organlari uchun yaqqol dalil bo'lishi mumkin. Monitoring natijasida Alisherning faoliyati aniqlansa, unga ham xuddi Dilnoza opa kabi 5 BXMdan 10 BXMgacha miqdorda jarima solinishi mumkin. Ya'ni 1 million 700 ming so'mdan 3 million 400 ming so'mgacha. Agar u faoliyatini davom ettirsa, bu summa yanada ortadi. Alisher o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, internet orqali savdo qilish huquqini olishi yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, onlayn do'kon ochish kerak edi. Bu unga faoliyatini qonuniylashtirish, xaridorlar ishonchini qozonish va kelajakda kredit olish imkoniyatini beradi. Jasur aka 55 yoshli Jasur aka nafaqada bo'lishiga qaramay, qo'shimcha daromad topish maqsadida shaxsiy mashinasida taksichilik qiladi. Har kuni u yo'lovchilardan naqd pul yoki karta orqali pul qabul qiladi. Uning oylik daromadi 2 million so'm atrofida. Jasur aka ham o'z faoliyatini ro'yxatdan o'tkazmagan, ammo uning muntazam ravishda yo'lovchi tashiydigan marsrutlari, qo'shnilar va boshqa guvohlarning ko'rsatmalari, hatto ayrim paytda yo'lovchilarning shikoyatlari yoki to'lov tizimlari orqali amalga oshirilgan to'lovlar uning noqonuniy faoliyatini aniqlashga yordam berishi mumkin. Agar Jasur aka ushlab qolinsa, unga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan 5 BXMdan 10 BXMgacha jarima solinishi mumkin. Shu bilan birga uning noqonuniy daromadi ham musodara qilinishi mumkin. Jasur aka o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, soliq idoralarida hisobga turishi va yillik belgilangan minimal soliqni to'lashi kerak edi. Bu unga tinchgina faoliyat olib borish va qonuniy asosda pul ishlash imkonini beradi. Misol 4. Bog'dorchi Murod aka. 65 yoshli Murod aka pensiyada bo'lib, o'z bog'ida yetishtirgan meva-sabzavotlarni bozorga olib chiqib, ba'zan sotadi. Bu faoliyat uning uchun doimiy daromad manbai emas, balki shaxsiy ehtiyojidan ortib qolgan mahsulotlarni sotishdan iborat. U har oyda 1 yoki 2 marta bozorga chiqib, 200 ming, 300 ming so'mlik mahsulot sotadi. Murod aka bunday vaziyatda xavotirlanish shart emas. Qonunchilikka ko'ra, shaxsiy tomorqa uchastkasida yetishtirilgan mahsulotlarni sotish faoliyati tijorat maqsadida amalga oshiriladigan norasmiy tadbirkorlik hisoblanmaydi. Agarda bu faoliyat tizimli va doimiy daromad manbai bo'lmasa. Ya'ni u o'z oilasi uchun yetishtirganidan ortiqchasini sotsa, bunga nisbatan jarima qo'llanilmaydi. Biroq, agar Murod aka ulgurji miqdorda mahsulot yetishtirib, har kuni yoki haftada bir necha marta bozorga katta hajmdagi tovar bilan chiqsa va bu uning asosiy daromad manbai bo'lsa, u holda u ham o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Chegara aniq. Shaxsiy ehtiyojlar va kichik miqdordagi ortiqcha mahsulotlarni sotish bu qonuniy, tizimli va tijorat maqsadida faoliyat yuritish bu rasmiylashtirishni talab qiladi. Qoidalarda istisnolar, kutilmagan jihatlar va noaniq nuanslar. Bu yangi qoidalar hamma holatlarga bir xil qo'llanilmaydi. Ba'zi istisnolar va muhim jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha xavotirlardan va tushunmovchiliklardan himoya qiladi. Istisnolar. Shaxsiy mulkning bir martalik savdosi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, sizning eski mashinangiz, kiyimlaringiz, mebelingiz yoki boshqa shaxsiy buyumlaringizni bir martalik sotishdan olingan daromad, agar bu faoliyat tizimli emas va doimiy daromad manbai bo'lmasa, soliqqa tortilmaydi va ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi. Masalan, siz shkaf tozalayapsiz va ishlatmaydigan kiyimlaringizni ijtimoiy tarmoqda sotdingiz. Bu bir martalik holat. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi o'tkazmalar. Ota-onalar farzandlariga, turmush o'rtoqlar bir-biriga pul o'tkazishi yoki qarindoshlar o'rtasida moddiy yordam tariqasida berilgan pul o'tkazmalari tijorat faoliyati hisoblanmaydi. Biroq, agar bu o'tkazmalar doimiy va katta miqdorda bo'lsa va ularni tijoriy faoliyatga aloqador emasligini isbotlashda qiyinchilik tug'ilsa, soliq organlari savollar berishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar bunday holatlarda pul o'tkazmalarining sababini izohlovchi qisqa yozuv qoldirish tavsiya etiladi. Masalan, qarzni qaytarish, farzandimga yordam va hokazo. Qarz berish va qaytarish. Agar siz birovga qarz bersangiz va u sizga qaytarsa, bu daromad emas. Ammo qarzning miqdori katta bo'lsa va bu muntazam ravishda sodir bo'lsa, soliq organlari sizdan qarz shartnomasini yoki tilxatni so'rashi mumkin. Har doim yozma dalillarga ega bo'lish, hatto oddiy tilxat shaklida bo'lsa ham, sizni potensial muammolardan himoya qiladi. Xayriya yordami. Agar sizga xayriya maqsadida pul o'tkazilgan bo'lsa, bu ham daromad hisoblanmaydi. Ammo bunday o'tkazmalarning xayriya ekanligini isbotlash uchun
tegishli hujjatlar yoki dalillar bo'lishi lozim. Kutilmagan jihatlar va noaniq nyuanslar. Shaxsiy bank kartalaridan biznes maqsadlarida foydalanish. Bu eng katta qizil bayroqlardan biridir. Ko'pchilik o'zining shaxsiy kartasidan mijozlardan to'lovlarni qabul qilish uchun foydalanadi. Soliq organlari uchun bu faoliyatning norasmiyligini aniqlashda asosiy belgidir. Sizning kartangizga kelayotgan o'xshash miqdordagi va bir xil izohli yoki izohsiz o'tkazmalar, turli shaxslardan kelgan muntazam to'lovlar jiddiy shubha uyg'otadi. Eng yaxshisi, agar siz biznes faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, alohida biznes kartasini yoki hisob varag'ini ochishingiz shart. Soliq organlarining ogohlantirishlarini e'tiborsiz qoldirish. Agar soliq organlari sizning faoliyatingizga qiziqib, sizga xabar yuborsa yoki telefon qilsa, ularga e'tibor bermaslik eng katta xato bo'ladi. Aksincha, zudlik bilan javob berish, vaziyatni tushuntirish va zarur choralarni ko'rish lozim. Aks holda bu og'irroq jarimalarga va qo'shimcha muammolarga olib kelishi mumkin. Kichik miqdorlar sezilmaydi degan noto'g'ri tushuncha. Ko'pchilik men oyiga atigi 1-2 million so'm ishlayman, kim ham meni payqardi deb o'ylaydi. Ammo bugungi kunda raqamli monitoring tizimi shunchalik rivojlanganki, hatto kichik va muntazam o'tkazmalar ham avtomatik tahlil qilinishi mumkin. Muhimi miqdor emas, balki pul oqimining muntazamligi va ko'plab manbalardan kelayotganligidir. Isbotlash yuki. Garchi soliq organlari faoliyatingizni tekshirsa ham, ayrim holatlarda sizdan o'tkazmalarning tijorat maqsadlarida emasligini isbotlashni talab qilishi mumkin. Masalan, agar do'stingiz sizga qarzini qaytargan bo'lsa, sizdan o'sha qarz shartnomasini yoki tilxatini ko'rsatishingizni so'rashi mumkin. Shu sababli har qanday moliyaviy kelishuvni rasmiylashtirib borish maqsadga muvofiqdir. Progressiv jarimalar. Birinchi marta aniqlangan huquqbuzarlik uchun jarima miqdori nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Ammo agar siz ogohlantirishlarga qaramay, o'z faoliyatingizni rasmiylashtirmasangiz va qayta aniqlansangiz, jarima miqdori sezilarli darajada oshadi. Hattoki jinoiy javobgarlikka tortilish ehtimoli ham mavjud. Bu qoidabuzarlikning og'irligiga va qayta takrorlanishiga bog'liq. Muntazamlik tushunchasi. Qonunchilikda muntazamlik aniq belgilangan emas, lekin amaliyotda soliq organlari bir oyda 3 yoki undan ortiq marta turli shaxslardan xuddi shunday yoki o'xshash miqdordagi pul o'tkazmalarini muntazamlik deb hisoblashi mumkin. Bu albatta subyektiv bo'lishi mumkin, ammo ehtiyot chorasi sifatida agar sizga bir oyda bir necha martadan ortiq notanish shaxslardan pul kelsa, diqqatli bo'ling. Banklar va to'lov tizimlarining roli. Endi banklar va elektron to'lov tizimlari, masalan Payment, Click va boshqalar, soliq organlari bilan ma'lumot almashishga majbur. Ular shubhali yoki muntazam pul o'tkazmalari haqida ma'lumot berishlari mumkin. Ya'ni, sizning moliyaviy operatsiyalaringiz endi to'liq ko'z ostida. Rasmiylashtirishning afzalliklari. Faqatgina jarimalardan qochish emas, balki rasmiy faoliyat yuritishning o'z afzalliklari bor. Sizning mehnat stajingiz yoziladi, pensiya ta'minoti shakllanadi, kasallik ta'tili va homiladorlik nafaqasi kabi ijtimoiy kafolatlarga ega bo'lasiz. Rasmiy daromad bilan banklardan kredit olish imkoniyatingiz oshadi. Biznesingizni kengaytirish uchun ham qonuniy asosga ega bo'lasiz. Bu uzoq muddatda siz uchun juda foydali bo'ladi. Siz nima qilishingiz kerak? Amaliy maslahatlar. Endi hurmatli tomoshabinlar, eng muhim qismiga o'tamiz. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Vaziyatni tahlil qiling va quyidagi amaliy qadamlarni bajaring. 1. O'z vaziyatingizni baholang. Avval o'zingizga savol bering. Men muntazam ravishda biron bir xizmat ko'rsatamanmi yoki mahsulot sotamanmi? Bu faoliyatdan daromad olamanmi? Agar javob ha bo'lsa, sizning faoliyatingiz rasmiylashtirishni talab qilishi mumkin. Hatto eng kichik daromad manbai bo'lsa ham e'tiborsiz qoldirmang. 2. Ro'yxatdan o'ting. Agar siz norasmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, zudlik bilan rasmiy ro'yxatdan o'tishingiz shart. Buning uchun bir nechta qulay usullar mavjud. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish. Bu eng sodda va qulay variantlardan biridir. Agar sizning faoliyatingiz kichik miqyosda bo'lsa, masalan, repetitorlik, enagalik, uyda pishiriq tayyorlash, sartaroshlik, duradgorlik, xususiy taksichilik va boshqalar, siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Buning uchun siz soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinet orqali yoki soliq mobil ilovasi orqali onlayn tarzda murojaat qilishingiz mumkin. Bu jarayon juda oson va ko'p vaqt talab qilmaydi.
Siz yillik bir martalik minimal soliq to'lab, qonuniy faoliyat olib borishingiz mumkin bo'ladi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish. Agar sizning faoliyatingiz biroz kattaroq ko'lamda bo'lsa, xodimlar yollashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki faoliyat turini kengaytirmoqchi bo'lsangiz, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu jarayon mygov.uz portali orqali amalga oshiriladi. Uchin, daromadlarni e'lon qiling. Agar sizning faoliyatingizga mos keladigan soliq rejimini tanlasangiz, siz o'z daromadlaringizni muntazam ravishda soliq organlariga e'lon qilishingiz va belgilangan soliqni to'lashingiz lozim. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun bu jarayon ancha soddalashtirilgan. 4. Moliyaviy operatsiyalarni ajrating. Agar siz ham shaxsiy ham biznes maqsadlarida bank kartasidan foydalansangiz, zudlik bilan biznes uchun alohida bank kartasi yoki hisob varag'i oching. Shaxsiy kartangizni faqat shaxsiy ehtiyojlar uchun, biznes kartangizni esa faqat biznes operatsiyalari uchun ishlating. Bu sizni kelajakdagi tushunmovchiliklardan himoya qiladi va soliq hisobotini soddalashtiradi. 5. Hujjatlarni saqlang. Har qanday moliyaviy operatsiya, xizmat ko'rsatish yoki mahsulot sotish bilan bog'liq hujjatlarni saqlashga odatlaning. Bu oddiy tilxat, xizmat ko'rsatish dalolatnomasi, chek, hisob faktura yoki elektron to'lov kvitantsiyasi bo'lishi mumkin. Hatto do'stingizga qarz bergan bo'lsangiz ham tilxat yozib olishdan erinmang. Bu keyinchalik sizning haqligingizni isbotlashda yordam beradi. 6. Mutaxassislardan maslahat oling. Agar siz o'z vaziyatingizga amin bo'lmasangiz yoki ro'yxatdan o'tish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelsangiz, soliq maslahatchilari yoki mahalliy soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Ular sizga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatib, barcha savollaringizga javob berishadi. Soliq organlari hozirda huquqbuzarlarni jazolashdan ko'ra, ularni qonuniy faoliyatga o'tishga undashdan manfaatdor. 7. Muddatlarni unutmang. Bu o'zgarishlar 1-maydan kuchga kiradi. Shuning uchun shu sanaga qadar o'z faoliyatingizni rasmiylashtirib olishga harakat qiling. Bu sizga dastlabki jarimalardan qochishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, 1-maydan boshlab joriy etiladigan bu o'zgarishlar O'zbekistonda iqtisodiyotni shaffoflashtirishga, har bir fuqaroning o'z mehnat faoliyatini qonuniy asosda amalga oshirishiga va ijtimoiy kafolatlarni mustahkamlashga qaratilgan muhim qadamdir. Siz bu qoidalarni tushunib, ularga amal qilsangiz, nafaqat ulkan jarimalardan qutulasiz, balki o'zingizni qonuniy himoyalangan his qilasiz. Kelajakka ishonch bilan qaray olasiz va davlat tomonidan taqdim etiladigan ijtimoiy imtiyozlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bugun muhokama qilganlarimizga doir savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men ularga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Bu videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang. Zero bu ma'lumot ko'pchilikka foydali bo'lishi mumkin va ularni ham kutilmagan muammolardan qutqarishi mumkin. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni yana bir bor eslataman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va moliyangizni asrang.